Ormancılık hakidagi bilimlarni bilib so'zlayman, amalda so'zlayman. Sizlarning tuproqinglarningki asl kelishi va shundaqla ishlatgan o'g'itinglarningki unumli bo'lish uchun xizmat qilaman. Men shu o'simliklardagi kasallik, hasharot, o't-o't bilan yo'qotish mutaxassisi. Bugun men mushu uchchangni bularga chiqishimni maqsadim. Hammamiz mushu boshqalarning ziroati shundami? Bog'baralar yaxshi bo'lsin deb da'vatimiz, xizmat qilyapmiz. Ammo bir nuqtaga mushu dehqonlarimiz sal qarayapti. Biz mushu nuqtani bundan keyin qattiq yo'rtib, qattiq ta'kidlaymiz. O nima deganda mushu tuproq masalasi. To'g'ri. Mushu tuproq yaxshi bo'lgan vaqtida, shundami? To'g'ri. O'simlikning o'sishi yaxshi bo'ladi, shundami? Tuproq yaxshi bo'lgan vaqtida o'g'itninki sumirilishi yaxshi bo'ladi, shundami? Ishlatgan o'g'itning. Tuproq yaxshi bo'lgan vaqtida Suratning o'sishi yaxshi bo'lganligi uning kasalliklarga qarshilik oshidi. Mana ma gapni men degan gap emas. Biz bunda kesiplashgan guruhimiz bor. Bizniki kasal hasharot mutaxassisi Fatigul xonim, o'g'itchilik, tuproqchilik ilmiy yetakchisi Obul Qosimjon, bog' o'rmonchilik mutaxassisi professor Ibrohim Sham. Biz mushnislik qattiq ta'kidlaymiz. Dehqon do'stlar, sizlarningki mush ishlatayotgan 25% dan 35% pulinglar xato mashg'ulot qilish orqali ziyon bo'lib ketadi. Mushunda ishlarga alohida ahamiyat berib, bilinmasanglar, bizning maslahat so'rab olsangiz bo'ldi. Mashhur mutaxassislar guruhimiz sizlar uchun 3 oy haqsiz mulozimat qilamiz. Mushunda ishlar bo'lib qolsa, bizningki inkas rayoniga uchur qoldirib qo'ysangiz bo'ldi yoki bo'lmasa biz bilan bevosita aloqa qilsangiz bo'ldi. Biz bilib so'zlaymiz. Biz sizlarningki sog'lom tuproqinglarningki asl qaytish uchun mulozimat qilamiz. Biz emniyatdan o'tganni, haqiqatni so'zlaymiz. Bizga kesiplashgan mutaxassislar guruhimiz bor. Biz qarg'ilaj gap qilmaymiz. Bizga agishishni xohlaydigan, bizdan o'rganmoqchi bo'lgan do'stlar bo'lsa-mu, bizning mashhur mutaxassislar guruhimiz qizg'in qarshiladi. Mushuning o'xshash masalalar bo'lib qolsa, inkas rayoni uchur qoldirish orqali yoki bo'lmasa biz bilan bevosita aloqa qilsangiz bo'ldi. Ko'pchilik rahmat.记得点赞关注哦。